birinchi vazifani beraman qizlarjonlar. Bu birinchi vazifani minnatdorchilik marafonini oxirigacha qo'llashinglar kerak bo'ladi, yozishinglar kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa, bunga odat qilib olganingizdan keyin, Xudo xolasa minnatdorchilik marafoni tugagandan keyin ham bu narsani davom ettirsangiz bo'ladi. Aynan hozir men beradigan minnatdorchilikka. Birinchi vazifa shuki, hozir meni ovozimni eshitayotgan bo'lsangiz, demak uyg'ondingiz. Mana shu uyg'onganingiz uchun soat 4da turdingizmi, 6da turdingizmi, nechida uyg'ongan bo'lsangiz ham, mana bu ovozimni eshitayotgan bo'lsangiz, demak uyg'ondingiz. Shu narsa uchun minnatdorchilik yozamiz. Siz o'sha uyg'ondingizmi, уже siz onadan qayta tug'ilgandek tug'ildingiz. Yengitdan sizga hayot berildi. Kechagi hayotingiz o'tmishda qoldi. Kechagi hayotingiz, kechagi kuningiz o'ldi. U yo'q, unda energiya yo'q, unda kuch yo'q. Sizga bugungi kun berildi. Yerda yana bir kun yashash imkoniyati berildi. Yana bir kun nafas olish, yana bir kun hayotni his qilish imkoniyati berildi. Aynan shu narsa uchun Allohga shukronalik yozamiz. Allohga minnatdorchilik yozamiz. Allohim, meni o'lik holatimdan qayta tiriltirganing uchun, yarim o'lik holatimdan tiriltirganing uchun, yana menga bir kun yerda yashash imkoniyatini berganing uchun, yana bir kun hayotni his qilishim uchun, yana bir kun yaqinlarimni his qilishim uchun, yana bir kun mana sen bergan hayotda yashashim uchun imkoniyat berganing uchun sendan minnatdorman. Bu vazifani iloji boricha, o'sha aytganimdek, oxirigacha, Xudo xohlasa, mana shu marafonni oxirigacha har kun birinchi bajariladigan vazifangizni yozadigan minnatdorchiligingiz eng birinchisi shundan boshlanishi kerak bo'ladi. Qizlarjonlar, ikkinchi vazifa shundan iboratki, bugun biz 5 ta sezgi organlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Ya'ni ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish va teginish. Mana tegib ushlab ko'ra olamiz, hidla olamiz, ko'zimiz ko'radi, burnimiz hidlaydi, quloqimiz eshityapti, og'zimiz ta'm bilyapti. Mana shu sezgi organlarimizga minnatdorchilik bildirish. Bu qanaqa bo'ladi? Buni qanaqa etamiz? Mana ko'pchilik bir xil aytadi. Mana ko'zim ko'rayotgani uchun o'zingga shukur, chunki dunyoda juda ham ko'p ko'zi ko'rmaydiganlar bor deyiladi. Bu noto'g'ri yozish. Bu yozish to'g'ri emas. Qaranglar, minnatdorchilikda har doim sababi bo'lish kerak. Hissiyot bo'lish kerak, sabab bo'lish kerak. Sabab har doim o'sha yaxshi narsaga diqqatni berib qilish kerak. Masalan, bu yerda уже siz qanaqa yozasiz? Ko'zingiz ko'rayotgani uchun minnatdorchilik. Ko'zim ko'rayotgani uchun minnatdorman. Chunki men dunyodagi jamiki sen yaratgan ranglaringni ko'ra olyapti, ko'zim ajrata olyapti ranglarini. Bolamni ko'ra olyapman, o'zimni oynada o'zimni ko'ra olyapman, yuzimni ko'ra olyapman, turmush o'rtog'imni ko'ra olyapman, ota-onamni, yaqinlarimni ko'ra olyapman. Mana terisimni ko'ra olyapman, sochlarimni ko'ra olyapman. Yeyotgan ovqatimni ko'rib yeya olyapman. Yoki bo'lmasa sen yaratgan dunyodagi chiroyli binolarni yoki butun dunyoyingni, yeringni ko'ra olyapman. Seni mo'jizalaringni ko'ra olyapman. Buning uchun minnatdorman. Biz har doim minnatdorchilik yozayotganimizda diqqatimiz doim yaxshi tomoniga qaralishi kerak. O'sha boya aytayotganimdek, ko'zim ko'rayotgani uchun shukur senga yoki o'sha boshqalar ko'rmayotgani uchun degan narsa bu noto'g'ri. Yana bir marta aytayapman, har doim diqqatingizni yaxshi tomoniga qaratib yozasiz. O'sha narsadan zavq his qilib, prямо mana ko'zingiz ko'ryapti, ranglarni ajrata olyapsiz, mana shu narsani his qilib. Mana yashilni ko'ryapsiz, qizilni ko'ra olyapsiz, sarig'i ko'ryapsiz, mevalarning rangini ajrata olyapsiz. Olayotgan narsangizni ko'zingiz ko'ryapti. Bu narsalar uchun minnatdorchilik yozish. Keyingisi, masalan, o'sha burningiz uchun, Allohim menga hid bilishni, mana burnimizning vazifasi hid bilish. Yoki bo'lmasam, mana shu burnimizda, burun bu bizga xuddiki bizning nazarimizda mana shu 5 ta sezgi organimiz shunaqa darajadan qadrsiz bo'lib qolgan, xuddiki bizga tekinga berilgani qadri yo'q bo'lgandek, xuddiki shundoq ham o'zi berilish kerak edi, u shundoq ham o'zi bo'lish kerak edi, qadriga yetmaymiz yoki bu narsalarni his qila olmaymiz. His qilish esimizdan chiqib ketgan. O'zimizni tashvishimiz bilan bo'lib, xuddiki o'sha nima deydi, hammani dunyoni ichida, dunyoni orasida shoshib yugurib yurgan odamga o'xshab, to'xtamayotgan odamga o'xshab, o'zimizni o'ylab topgan tashvishlarimiz orasida yurib, biz sezgi a'zolarimizni, ularning funksiyalarini esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Masalan, o'sha burningizniki, burunga yozayotganda, Allohim, burnimni hid biladigan qilganing uchun sendan minnatdorman. Burnim bilan hidla olayotganim uchun sendan minnatdorman. Chunki men yeyotgan ovqatlarimning hidini his qila olyapman. Yeyotgan mevamni hidini his qila olyapman. Yoki bolamni hidini his qila olyapman. O'zimni hidimni hidla olayman. Ota-onamni, yaqinlarimni yoki turmush o'rtog'imni hidini hidla olayman. Uyimni hidini hidla olayman. Sen yaratgan mo'jizalaringni hidini hidla olayman.
mana berganing uchun sendan minnatdorman. Qulog'ingizga yozayotganingizda Allohim menga qulog'imni eshitadigan qilib berganing uchun minnatdorman. Shu qulog'im borligi uchun minnatdorman. Agar eshitishi unchalik yaxshi emas bo'lsa ham, sizda quloq bormi? Demak, eshitishi ilojini qilish yo'llari bor. Mana masalan, eshitadigan apparat taqishingiz mumkin, operatsiya qildirish mumkin, boshqa qilish mumkin. Masalan demoqchiman. Shu sezgi a'zolaringiz bilan muammo bo'lsa demoqchiman. Bormi? Demak, uni iloji bor. Uni tuzatishi, uni yaxshiroq eshitadigan, yaxshiroq ko'radigan qilishi iloji bor. Mana masalan demoqchiman. Shuning uchun mana qulog'ingizga minnatdorchilik yozayotganda ham shunaqa, Allohim menga quloq menga berganing uchun, uni eshitadigan qilib berganing uchun sendan minnatdorman. Shu qulog'im bilan men mana oddiygina misol, mana darsni eshita olasiz, ilm ola olmayman shu qulog'im eshita olgani sababli. Shu qulog'im eshita olgani sababli o'zimni ovozimni o'zim eshita olaman. Shu qulog'im eshitayotgani sababli bolalarimning ovozini eshita olaman. Masalan, shu ota-onamni, turmush o'rtog'imning maqtovlarini eshita olaman. Chiroyli sani yaratgan mo'jizalaringning ovozini eshita olaman. Qushlarning sayrashini, daryoning shivirlashini, yoki suv ovozini, dengizni to'lqinini eshita olaman. Yomg'irning ovozini eshita olaman. Yoki bo'lmasa suv tomchilayotganini eshita olaman. Sani yaratgan jamiki mo'jizangni ovozini men eshita olaman. Menga shu qulog'im berganing uchun va uni eshitadigan qilib berganing uchun sendan minnatdorman. Keyingisi tan bilish a'zoyimizga, sezgi a'zomiz tan bilishga minnatdorchilik yozganda Alloh taologa mana Allohim o'zingga shukr, meni tan biladigan qilganing uchun, tan biladigan sezgilarimni yaxshi qilib berganing uchun sendan minnatdorman. Chunki men yeyotgan narsamni ta'mini bilyapman. Yoki seni yaratgan mo'jizalaring, seni yaratgan o'sha jamiki yerdagi meva-cheva bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasida men shu mazani his qila olayotganim uchun sendan minnatdorman. Tushuna olasizlar, qizlarjonlar. Shirindan sho'rni ajrata olayotganim uchun, achchiqdan masalan o'sha boshqani ajrata olayotganim uchun, achchig'i ajrata olayotganim uchun, shirinni ajrata olayotganim uchun, sho'rni ajrata olayotganim uchun sendan minnatdorman. Mana shunaqa prям o'zi keladi. O'sha kelganicha yozib mazza qilib yozing. Prям his qilib yozing. O'sha hissiyotingiz juda ham muhim. Keyingisi masalan o'sha ushab ko'rish, mana ushab ko'rish, teginish sezgi a'zoyimiz. Mana masalan o'sha teginayotganingizda bo'ladigan hissiyotlar. Alloh taologa teginish sezgi a'zoyimni menga berganing uchun sendan minnatdorman. Shu a'zolarim teginganda oladigan hissiyotimga javob beradigan a'zolarimdan minnatdorman. Chunki shu sababli men bolamni quchoqlaganda mazzani his qila olmayman. Onamni quchoqlaganda men mazzani his qila olmayman. Nevaralarimni quchoqlaganda men shu narsani his qila olmayman. Yoki o'sha farzandli bo'lganimda men bolamni qo'limga olib bu narsani his qila olmayman. O'zimni ushab ko'ra olmayman. Yoki bo'lmasa o'sha mana masalan oddiygina materiallarni ushab ko'ramiz. Masalan, hib emasligini bilish uchun ushab ko'ramiz-da, sintetika bu deymiz yoki boshqa deymiz. Shu narsalarni ham ajrata olish menga imkoniyatini berganing uchun sendan minnatdorman. Xuddi shunaqa qilib yozamiz qizlarjonlar. Qulog'imizga, mana quloqqa o'sha aytdim yuqorida, demak mana shu 5 ta sezgi a'zoyimizga shunaqa minnatdorchilik yozamiz, prям his qilib. Ko'chaga chiqdingizmi, uyda yurdingizmi, shu a'zolaringiz bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bo'lsa, joyida minnatdorchilik bildirib ketaveramiz. Masalan, ko'chaga chiqdingiz, yomg'irda yuribsiz, yomg'irda yurasiz, qo'lingizga yomg'ir tomchilari tomchilayapti. Prям shu suvni his qildi qo'lingiz, teringiz his qildi. Shu narsa uchun ham minnatdorchilik. Qulog'ingiz yomg'ir ovozini eshityapti shu narsa uchun. Ko'zingiz ko'ryapti shu osmondan tushayotgan suvni ko'ryapti. Shular uchun. Yomg'ir hidi deymiz-da, mana shu o'sha toza havo bo'ladi, bilasizlar, qanaqadir yer hidi keladi deymiz yoki bo'lmasam toza. Mana shu narsalarni his qilayotganingizga sabab bo'layotgan sezgi a'zolaringiz uchun minnatdorchilik yozasizlar.